Yaxshi, siz bilan gaplashuvdimmi? Ha, men bilan gaplashganmiz. 15 Max bilan qanaqa telefonda o'dingiz? 13 Pro. Uydagilarnikini. Mana buni o'zingiz ko'ring. Yo'nqislarini bilmayman lekin nechini. Chexollari ham qattiq ekan. Da, hali yangi telefon lekin. Holati yaxshi ekan. Yo'nqisini bilmayman dedingiz, a? Yo'q, uydagilarniki telefon. Yo'nqis batareyka 82 ekan. Buni necha pulga berasiz? Buni 700 olman. 700? Yo'q, qimmatmi? Hali yangi telefonda, ishlatilmagan o'zi. Korobkasi bormi yo'qmi? Yo'q, lekin korobkasi yo'q. Mana buniki bor. Keyin mana bu ham bor. Bu 15. 15 Max. Buniki ancha qimmatroq aytyapman. Yo'nqisini necha dedingiz telefonda? 91 shunday. 91 dedingizmi? 91. Buni 1000 deyapman. 1000? 16 mi? 15 mi? 15 Max-ku? Bu ham yangi telefonda. Yo'q, menga tortmaydi. 17 chiqdi, 17 ning narxi kundan kunga tashyapti. Qarang. Qancha berasiz? Buningizga 480 beraman, buningizga 750 beraman. Voy, nima deyapsiz aka? 480 to'g'ri kelmaydi. Umuman. Zo'r narx bo'ldi, bozor bundan past baholadi. Yo'q, 700 bunga. Ushlab turing. 650 ham 500. Qarang. To'g'ri kelmaydi. Xo'p. Oxirgi narxda aytaman. 850 buningizga beraman, uningizga rovna $500 beraman. Shunda 1350 bo'lyapti. To'g'rigalami? Ungachi qancha berasiz? Unga 850. 850. 9 ham bering. 9 ga to'g'ri kelmaydi. Barakasini bersin, ha? Naq bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli. iCloud'larni bilasiz hammasini, ha? Hammasi bor. Tak. 1350 bo'ldi-da sizga. 1350 gini so'mda beraman-da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ishlab turing. Xo'p. Mana. 620 ming. 20 ming bermay qo'ysam bo'ladimi? Ha, Rozi bo'ling. Mana Ma'lum. Rahmat. Rahmat. Xo'p, telefon qilasiz-da.